Gaz yo'q, svet yo'q, asfaltlar buzilib yotibdi, jarimalar ot kallasidek bo'lib yotibdi, poraxo'r amaldorlar tiqilib yotibdi, xalqning manfaatini o'ylamaydi. Hammamiz ham mana shunaqangi dabdabali to'ylarni tanqid qilib kelamiz. Bu to'ylar haqida 100 yillar mobaynida gapirilib kelyapti. Lekin mana shu 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming dollarni to'ylarga sarflab yuboramiz, lekin mana shu pullarni farzandimizning ta'limiga, kelajagiga sarflamaymiz. Hattoki duolarimizda ham mana shu narsa borki, farzandini ishga yuborishdan oldin, biron bir safarga yuborishdan oldin bolam topganing to'yga buyursin deydi va topganimiz albatta to'yga buyuradi. Ha, albatta yaxshi kunlarga buyurgani yaxshi, lekin gaz yo'q, svet yo'q, asfaltlar buzilib yotibdi, jarimalar ot kallasidek bo'lib yotibdi, poraxo'r amaldorlar tiqilib yotibdi, xalqning manfaatini o'ylamaydi deymiz. Lekin bu insonlar qayerdan chiqib kelyapti? Bu insonlar ham bizni ichimizdan chiqib kelyapti. Osmondan kelib tushib qolayotgani yo'q. Nega bilasizmi? Aytib o'tyapman-ku, bu narsa bizning qonimizga singib ketdi. Hattoki duolarimizda ham shu narsalar bor. Biz qachon o'zimiz o'zgaramiz, o'shanda hammasi o'zgaradi. Bo'lmasa o'zgarmaydi. Mana shu dabdabali to'ylarni men ham gapiraman, lekin imkonim bo'lsa men ham qilaman. Siz ham qilasiz. Lekin bu narsani tanqid qilishda biz davom etaveramiz. Biz faqat tanqid qilamiz, lekin bu narsalarga o'zimiz amal qilmaymiz. Qachonki o'zimiz amal qilamiz, o'shanda hammasi o'zgaradi. Farzandimizning kelajagiga sarflaydigan bo'lsak, mana shu pullarni farzandimizga, bolam ertaga xalqning manfaatini o'ylaydigan, dinimizga, yurtimizga xizmat qiladigan inson bo'lib yetish deb duo qilamizmi? Yo'q. Bizning duolarimizni eng asosiy qismi bolam topganing to'yga buyursin. Shu to'yga buyuradi, boshqa narsaga buyurmaydi keyin bu narsalar. Va biz mana shu tanqid qilayotgan masalalarda o'zimiz ham bunga amal qilishimiz kerak. O'zimiz amal qilmasdan turib tanqid qiladigan bo'lsak, o'sha poraxo'r amaldorlar o'zgaradimi? Ular ham bizning ichimizdan chiqqan. Ular ham biz kabi duo olishgan va ular ham biz kabi ulg'ayishgan. Ularning ham farzandlari bor. Ular ham dabdabali to'ylar qilishga, bir balo degan marmarmi, miramirmi degan go'shtlarni yeyishni orzu qilishgan. Ular ham qorin g'amlar. Ular ham xuddi biz kabi. Qachon biz o'zgaramiz, o'shanda jamiyat o'zgaradi. Bo'lmasa bizda tanqid qilganimizni foydasi yo'q.